Barchaga salom. Yana bir ishimizni o'rnatdik. Sizlar bilan baham ko'rmoqchiman. Buni ko'rishdan like va podpisatsiya bosishni unutmanglar. Oldindan kattakon rahmat. Akril va laminatdan tayyor bo'lgan ishimizni Marg'ilon shahriga olib kelib o'rnatdik. Mijozimizning talab va taklifidan kelib chiqqan holda o'zi tanlab bergan materiallardan chiroyli qilib berdik. Akril materialimiz kombinatsiya bo'ldi. Laminat matoviga teksturali. Xo'sh, vakuumlar oshiq-moshiqlari o'zi tortib oladi. Stalishnisalar mana qalinidan, to'rligidan, oxiringisidan o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Xullas, moykamiz list yaxshisidan dozatorlarigacha bor, setkasi bor. Bu yerda sushilkasi bor. Oshiq-moshiqlarni o'zlaring ko'rib turganlaringdek yaxshisidan. Tortmalari ham o'zi tortib oladi. Xo'sh. Bu yerda esa stol stulimiz, oltalik stol stulimiz. Mijozimizning talabidan kelib chiqib ranglarini, fasonini tanladi, chiroyli qilib berdik. Oyoqlari temirdan. Deb siljitganda nima deydi? Qanaqa siljitganingizda, boshqa qilganingizda sinib ketib, asabingizga tegmaydi yoki kayfiyatingizni o'ldirmaydi. O'zlaring ko'rib baho berishlaring mumkin. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Like va podpisatsiya bosishni unutmanglar. Doimgidek paqirchalari bor. Kim shunaqa kuxnya garniturlarni havas qilgan bo'lsa, niyatiga yetsin. Ilohim.